Men fuqaro Said Oxunim Qibray tumanida yoshim 77da yana bir bor internetda chiqishimni shu faktlar bilan yoritib bermoqchimanki, mana 2 marta Jinoiy kodeksi 139-moddasi bilan firibgar Fayzulla Jo'rabekovni himoyasiga olgan prokurorlarni himoya qilishda Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha stalbani sudlaydigan sudyalar vijdonsiz qasamiga tupurganligini hozir asoslantirib yana bir bor ma'lum qilmoqchiman. Firibgar Fayzulla Jo'rabekov qiziga 2 ta uy joy, hech kim yashamagan, qurilish oxirligiga yetkazilmagan uy joylarni 6 sotodagi har bir uy joy 25.59 son shartnoma bilan rasmiylashtirib olgan Iroda Jo'rabekova qizining va ikkinchi yondosh uy Dilorom G'aniyevaga tegishli 766 son shartnoma asos soxtalashtirib rasmiylashtirib olgan. Fayzulla Jo'rabekov menga firibgarlik qilgan. Bu firibgarligini bo'yniga olmay kelayotganligi bois men shuni ochishga naki bu bir devor yon qo'shdim. Shuni ma'lum qilmoqchimanki, 25.59 son shartnomani shu kungacha haqiqiy deb kelgan fuqarolik sudlar vijdonsiz qasamiga tupurgan. Buni ustida turibdi Olim Ismoilov butun qarorlarni proyektini tuzib bergan birinchi qarorni Fayzulla Jo'rabekovlarni foydasiga chiqarib bergan Azizxon Muhiddinovlar bo'ladi. Shuni nima demoqchimanki, 25.59 son shartnomani asos bo'lgan 25.59 son shartnoma kontrakt mavjud emas. Shu kungacha na sud, na prokuratura, na tergov talab qilmayapti. Nimaga taqdim etishmayapti? Chunki soxta ochilib qolishi mumkin. Buni men 16 yil deganda jinoyat ishi shu joylar bo'yicha 4.0842 son jinoyat qo'limga olganimda aniqladim. Yondosh 766 son shartnoma asos bo'lgan 766 son shartnoma kontrakt sotuvchi broker Akramov, sotib oluvchi broker Abduhakimlar tomonidan imzo bajarilmagan. Bu haqida Xadija Sulaymonovadan ekspertiza xulosasi chiqqan. Xulosa Qibray tuman tergovchi Hamid Zokirovga kelib tushgan. Bu yerda Jo'rabekovni himoya qilish maqsadida 760 son shartnoma kontrakt yirtib yo'q qilib tashlab, ishni chalkashtirish maqsadida tergov boshqarmasiga Toshkent viloyatiga tushirib yuboriladi. Buni men aniqladim. Ikkalovini isbotlab beruvchi menda dalil tergov boshqarmasining o'rinbosari tomonidan berilgan 766 son shartnoma kontrakt 4.0842 son jinoyat ishida mavjud emas. Shu yilgacha prokurorlar qaqa qaradi. Nima uchun bu uchun qonuniy baho bermay kelishyapti? Chunki Fayzulla Jo'rabekov soxtalashtirgan 766 shartnoma kontrakti. Fayzulla Jo'rabekovni himoya qilishdagi 16-boshqarma boshliqlari Bobojonov, Maqsitov, Rahmatov, Toshtemirovlar menga 4 ta javob xat berishgan.
766 shartnoma kontrakti rasmiylashtirganni Xolmatov Ilhom qilgan deb jinoiy kodeksning 228-moddasi bilan aybdor deb topilib, hibsga olinib, tergov harakati o'tib, sudga ayblovni yuborgan. Bo'lmagan narsa, bu bo'xtondan iborat menga javob xatlar qo'limda turibdi. Bu ochiqdan-ochiq Fayzulla Jo'rabekov himoya qilishdi. Xolmatov Ilhom imzochi ham yo'q. Shartnoma kontrakt, familiyasi ham yo'q. Mana korrupsiya holati qatta. Botqoqda yotibdi. 14-boshqarma, 16-boshqarmada. 14-boshqarma jinoyatini sudlarni himoya qilib kelgan. 14-boshqarma sobiq boshlig'i Inog'omov, Norov, Mustafoyevlarni himoya qilishda menga 4 ta soxta javob xatlar 16-boshqarma tomonidan berildi. Mana endi buni men ma'lum qilayotganim Alisher Hasanovichga. Endi ikkinchi marta mana jinoiy kodeksi 139 bilan o'y-joy bo'yicha mana sudlashganida na hukmda, na apellyatsiyada 25-59-766 ko'rsatilmagan. Dalilsiz menga jazo berildi. Mana buni kim qilyapti? Toshkent viloyati Stalbani sudlaydigan sudyalar jinoyat ishlari olib borayotgan vijdonsiz qasamyodiga tupurgansida. Men hozir bu chiqishimni Baxtiyor Jahongirievich eshitayotgan bo'lsalar kerak. Bu holat bo'yicha Baxtiyor Jahongirievich prezident xalq qabul prezidentimizning maslahatchisini birinchi o'rinbosari bo'lganlarda men qabullarda bo'lganman, sayyor qabulda Toshkent viloyati. Shunda o'zlari menga aytdilar, bu soxtakorlik deb. Mana endi meni qabul qilsalar kerak, eshitib. Ikkinchi marta jinoiy kodeks 139 bilan Captiva rusumli avtomashina yurilgan mashina sotgan, avtosalondan emas deganim uchun menga jazo berishdi. Kvitansiya soxta. Muhr banka tegishli emas, pul o'tmagan. Sud jarayoni ketyapti. Sudya Boboyev o'sha pul to'lagan Jo'rabekov Zangata filial bankiga zabroz beryapti. Pul o'tgan. O'tdan bank boshqaruv raisi pul o'tgan. Kirim order kassa orderi mana deb nusxa beryapti. Imzoli o'rni kechib qo'ymagan. Akreditatsiya soxta turibdi. Mana nima uchun xatchinodek ekspertiza o'tkazilmagan akreditatsiya. Bunga Alisher Hasanovich endi qonuniy baho bersalar kerak. Buni mayli. Gayidan ro'yxatda o'tkazilishayotganda 8-oktyabrda viloyat gayisi beryapti Jo'rabekov nomer olgan edi. Respublika gayisi beryapti tergov paytida 12-oktyabrda o'tgan. Qani adolat? Nimaga sudlar qaradi bu Stalbani sudyalar sudlaydigan. Ana shu bois mana darhol Alisher Hasanovich sizga 12 va 14 boshqarmalar spravka qilib berganida meni chaqirsangiz, shunda men haqiqatmi yo'qmi qo'limdagi protsessual hujjatlar bilan sizga asoslantirib beraman. Qonun ustuvorligini ta'minlanishida reabilitatsiya bo'lishimda hali Bosh prokuraturada sobiq prokurorlar Abdullayev,
Qodirov, Murodovlarning qoldiqlari o'tirib, shuning uchun 14-chi, 16-chi, 12-chi boshqarma korrupsiya botqog'ida yotganligini dalilini qilib beraman. Shu bilan tamom qilaman.